Navbatdagi savol. Ustoz, rahmatlik dadamning ham, bobomning ham ismlari ism egasiga ozor beradigan johilona bo'lgan. Men inshaalloh o'g'limning ismini Abdulloh deb qo'ymoqchiman. Hamda familiyasida ham ruscha odatdan, ya'ni ov, ev degan qo'shimchalardan voz kechmoqchiman. Ammo o'ylab ko'rsam, u holda familiyasi, ya'ni otamning ismi farzandimga ozor beradigan ismga aylanib qolar ekan. Qanday ismlasam va familiyasi o'rniga nima deb yozdirsam to'g'ri bo'ladi? Haqqimizga duo qilsangiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu narsada endi birinchidan otaga mansub bo'lib aytishda ziyoni yo'q uni. Masalan, Rasulullohni ibn Abdul Muttalib deyilgan. Abdul Muttalib o'zi shar'an to'g'ri ism emas bu. Abdul Muttalib. Lekin Rasulullohni o'zlari ham ana ibn Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kazib, ana ibn Abdul Muttalib deb men Abdul Muttalibning o'g'liman, payg'ambarman, yolg'onchi emasman degan joylarida Abdul Muttalibning o'g'liman degan joyi bor. Yoki Abdul Uzza deb, masalan Abdul Uzza bug'alari Abdul Uzza bo'lsa, o'sha Abdul Uzzaning o'g'li deb aytiladi. Buni buvosiga nisbat berilishi va buvoni ismi masalan shariatga xilof ism bo'lishini bu bolaga hech qanday zarari yo'q. U tanitish uchun bo'layotgan narsa. Tanitish uchun bo'layotgan narsa. Buxoriyning buvasi mana Bardizba deyiladi. Bardizba. Nima hozir ma'nosi ismi chiqib qoldi uni, forscha ism bu, Bardizba deb. Imom Buxoriyning buvalarining ismlari. Ular majusiy bo'lgan. Keyin islom kirib, o'sha otalari islomga kirgan. Buvalari o'sha majusiy bo'lgan Buxoriylar. Buni odamda tanitish uchun aytilayotgan bo'lsa, uni hech qanday nimasi yo'q. Bitta o'ris hozir islom kirsa masalan, otini islomiy qilib qo'ysa masalan, Abdulloh, Abdurahmon deb ismni qo'ysa, uni otasini oti bir o'ris bir narsa bo'lsa, buvasini oti bir o'ris bo'lsa, kimni o'g'lisan desa, nima deyish kerak? Ota buvasini ham otini o'zgartirish majburiyatida emas bu odam va buvasini oti bilan aytsa, buni hech qanday buni nimasiga ta'sir qilmaydi, diniy dunyosiga ta'sir qilmaydi bu narsa. Bu faqatgina tanitish uchun bo'layotgan narsa. Shuning uchun buvasiga mansub qilsangiz, buvasiga yoki o'zingizga mansub qilib aytsangiz ham bo'laveradi. Bolani nisbatida o'zi asli otaga beriladi nisbati. Masalan, o'g'lingizni Abdulloh deb ismladingiz. O'zingizning otingiz masalan Abdurahmondir. Abdulloh Abdurahmon o'g'li. Bo'ldi. Mana shu bu qadar yetadi. Mana shu darajada tanishtirsa, bizda o'zi ikkita ism bilan taniladi. Paloncha o'g'li paloncha degan. Ikkita ba'zi joylarda sulasiy ism aytiladi. Masalan, bir xil joylarda, masalan, Misrda shunaqa bir hujjat ishlari bo'yida sulasiy ismda aytdi, uchtalik ismda aytdi deydi. Paloncha o'g'li paloncha, o'g'li palonchi. O'sha o'zi otasi va buvasini aytiladi. Buni hech qanday zarari yo'q buni. Aytsangiz, aytmasangiz uni shariatga xilof bo'ldi bu ba'da Abdul Uzzo masalan buvani oti. Palonchi o'g'li Abdul Uzzo. Buni hech qanday bunga zarari yo'q. Shuning uchun bu narsada bemalol nima qilavering. Alloh o'zi tavfiq bersa, Alloh muvaffaq qilsin. Keyin yana buvalari o'sha ismi zarar berayotgan ism dedingiz, bilmadim u qanaqangi zarar berayotgan narsa. Shu ozor beradigan ism dedingiz. Balkim eshitsak bilardik, balki buni ham to'g'rilardikmi, misol zarar beradi, ozor beradi deyapsiz, ozor bermaydigan ismdir balkim. Siz shunday deb o'ylayotgandirsiz. Bu tomoni ham bor. Allohu a'lam.